Bu yaxshi chiqyapti-da. Ba'zilarini qarang, yapaloq. Mhm. Bu holatni ko'rganim yo'qda, o'zim xursand bo'laman. Bu holatni ko'rganim yo'q. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Mana bugun Buxoroga 24-may kuni keldik. Bu dalamizga Xitoydan keltirilgan FL67 gibridlarimiz kirgan. G'ofurjon akam bosqichgacha ma'lumot beradilar. Qachon ekilgan, qanaqa qarov bo'ldi, nima bilan ekdingiz, nima ozuqa berdingiz, shu kungacha qilingan ishlar qisqacha bir tushuntirib bersangiz. 29-martga ekilgan, Mhm. lazer qilib, mutaxassislar qilib ekilgan, qo'mishdanlik bilan. Qo'zg'atish karbamid, Amafos berdingizmi? amafos ham deydi. Kaliy? Kaliy. Kaliy. Gektarga 100 kilo kaliy, Mhm. 100 kilo amafos, qolgani karbamid. Tagidan suspenziya ishlatdingizmi? 3 marta ishlatdim. Ozuqaviy suspenziya. O'zi bulardan doim Zahar Yo'q, qurtiga qurtiga и bahar. haydash 4 ta bo'ldi, lekin frezer bilan. Xudo xohlasa holati zo'r, xudo xohlasa o'rimlariga kelamiz.